Assalomu alaykum. Bugun biz 16 yillik ish tajribaga ega onkolog, kimyoterapevt Jamshid Muhammadaliyevich bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Jamshid aka, Medical klinikamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Bugun biz saraton mavzusi haqida gaplashamiz. Kuzatuvchilarimiz tomonidan aynan ushbu kasallik yuzasidan bir talay savollar kelgan. Saraton deganda oddiy xalq orasida tasavvuriga birinchi bo'lib o'lim keladi. Ilmiy jihatdan saraton bu hukmmi? Bilasizmi, yo'q, bu saraton hukm emas. Hozirgi kunda saratonning aksariyat qismlarini, ya'ni aksariyat turdagi saratonlarni davolash imkoniyati mavjud. Hattoki erta bosqichda saratonni butkul tuzatib yuborish mumkin bo'ladi. Jamshid aka, saraton o'zi qanday paydo bo'ladi inson organizmida? Birinchi navbatda genetik omil, irsiy omil, undan tashqari tashqi muhitdan ta'sir ko'rsatuvchi turli xil kanserogenlar, radiatsion omil, ekologik omil deydi, iste'mol qilayotgan mahsulotlardagi va stress omili bunga ta'sir qiladigan faktorlar juda ham ko'p. Bu bitta sabab yuzasidan saraton, aniq bir turdagi saraton kelib chiqmaydi. Aksariyat holatlarda organizmda hujayra DNKsida yuzaga keladigan buzilishlar orqali bu hujayrada bo'linish regulyatsiyasi, ya'ni nazorati buziladi va qo'pol qilib aytganda o'lmaydigan hujayralar paydo bo'ladi va ular soni ko'payib ketishi natijasida o'sma, ya'ni saraton yuzaga keladi. Jamshid aka, saratonni erta aniqlash uchun odamlar nima qilish kerak? Bilasizmi, saratonni erta aniqlash uchun birinchi navbatda o'zini sog'lig'iga e'tiborni kuchaytirish kerak. Har qanday kasallik belgilari namoyon bo'lganda albatta shifokorga murojaat qilish, kerakli tekshiruv, tashxislash muolajalarini o'tkazish. Albatta bunda nafaqat saraton, qanday kasallik bo'lmasin, diagnostik uskunalarni, diagnostik vositalarni o'rni juda katta. Hattoki ba'zi holatlarda oddiy ultratovush tekshiruvidan boshlab kompyuter tomografiya tekshiruvi, MRT tekshiruvi, laboratoriya diagnostik tahlillar hammasini birgalikda qo'llash natijasida saratonni erta tashxislash. Hattoki shunday holatlar bo'ladi, saratonga shubha qilingan va boshqa kasalliklarni tashxislash murakkablashgan vaqtda PET-CT tekshiruviga murojaat qilish, ya'ni bu tekshiruv yordamida ba'zi holatlarda saratonni erta bosqichda aniqlash imkoniyati mavjud bo'ladi. Bilamiz, saraton kasalligini davolashda eng keng tarqalgan muolaja bu kimyoterapiya muolajasi hisoblanadi. Lekin xalqimizda bu muolajadan so'ng soch to'kiladi yoki inson organizmini zararlaydi bu muolaja degan qarashlar bor. Mutaxassis sifatida fikringiz? To'g'ri, kimyoterapiyani eng ko'p uchraydigan nojo'ya ta'sirlardan biri bu soch to'kilishi. Deyarli 80-85% holatlarda, ya'ni 80-85% ximiya preparatlar ta'sirida soch to'kiladi. Endi kimyoterapiyani nojo'ya ta'siri ko'p bo'lganligi sababli bu organizmni butunlay charchatadi, butunlay zaharlab qo'yadi degan fikrlar bo'ladi. Ammo bu usulni qo'llamasdan turib saratonni davolash imkoniyati juda ham cheklangan. Bu nojo'ya ta'sirlarni esa oldini olsa bo'ladi va ularga qarshi kurashish imkoniyati mavjud. Aksariyat nojo'ya ta'sirlar bu vaqtinchalik. Ularni to'g'ri tashxislash va to'g'ri davolashni yo'lga qo'yish orqali erta bartaraf qilish mumkin bo'ladi. Bugungi kunda yurtimizda saraton kasalligi ko'paydimi yoki uning oldini olish, erta aniqlash chora-tadbirlari yaxshilandimi? Nafaqat mamlakatimizda, balkim butun dunyoda ham saraton kasalligini ma'lum bir turlari ko'payib boradi, ma'lum bir turlari kamayib boradi. Bu doimiy bir xilda rivojlanmaydi. Ba'zi vaqtda ko'paysa, ba'zi vaqtda kamayadi. Hozirgi kunda mamlakatimizda ham diagnostika usullari, turli xil tashxislash uskunalari yordamida va laboratoriya tahlillar yordamida diagnostika mukammallashgan sababli saratonni tashxislash birmuncha yaxshilandi. Hattoki erta bosqichda ham saraton turlari, ba'zi turlari aniqlanishi birmuncha ko'paydi. Insonlar qaysi belgilarni bee'tibor qoldirmasliklari kerak aynan ushbu kasallikda? Bilasizmi, saraton qaysi a'zoda joylashganligiga qarab turli xil belgilarni yuzaga keltirishi mumkin. Men tavsiya qilgan bo'lardim, birinchi navbatda oshqozon, ichak, ya'ni hazm tizimi a'zolarida bo'ladigan har qanday o'zgarishni bee'tibor qoldirib bo'lmaydi. Sababi oxirgi vaqtda, oxirgi so'nggi yillarda
oshqozon ichak tizimi yo'g'on ichak saratoni birmuncha ko'paydi, hattoki yoshlar orasida ham. Bu qanday belgilar? Bu birinchi navbatda axlat bilan qon kelishi, uzoq vaqt ichni kemasdan yurishi, keskin qisqa muddat ichida ozib ketish, kuchli holsizlik uzoq davom etishi, ovqatdan keyingi bo'ladigan qorinda og'irlik hislari, hazm jarayonining buzilishi kabi belgilar oshqozon ichak tizimi saratoniga xos bo'lishi mumkin. Buni o'z vaqtida bartaraf qilish va shifokorga murojaat qilish tavsiya qilinadi. Mutaxassis sifatida saraton tashxisi qo'yilgan va ushbu kasallik bilan davolanayotgan bemorlarga nima degan bo'lardingiz? Tushkunlikka tushmaslik, sog'lom turmush tarziga rioya qilish, birinchi navbatda kayfiyatni ko'tarib yurish eng yaxshi samara beradigan narsa. To'g'ri, har xil nojo'ya ta'sirlar, har xil klinik belgilar, simptomlar tufayli kayfiyat bo'lmasligi, tushkunlikka tushish alomatlari hamma bemorda ham bo'ladi. Ammo bemorni atrofidagi yaqinlari, shifokorlar jamoasi va tashqi atrof muhit ta'sirida ham bemorni qo'llab-quvvatlash natijasida uni ko'nglini ko'tarib va bemordagi ruhiy turli xil salbiy hissiyotlarni yo'qotish yordamida davolanish jarayonini birmuncha yengillatish imkoniyati paydo bo'ladi. Jamshid aka, vaqt ajratib kelganingiz uchun va foydali ma'lumotlar bilan bo'lishganingiz uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. O'zingizni qiziqtirgan savollaringizni izohlarda qoldiring.